siz qariyotgan bo'lasiz agar sizda shu 3 ta belgi bo'lsa. Birinchisi, yuzimizdagi ajinlar, ko'z atrofi, peshona, burun sohasidagi mimik ajinlar. Mimik ajinlar nimadan kelib chiqadi? Yuz quruqligidan, gialuronoviy kislota yetishmaganligidan kelib chiqadi va sizni yuzingizda qarilik effektini beradi. Ikkinchisi, yuzimizni osilishi. To'qimalarimiz parchalanishini hisobiga yuzimiz osiladi va bu sizga qarilik effektini beradi. Uchinchisi, yuqori va pastki qovoqlarimizni osilishi. Bu holat esa ko'pchilik ayollarimizda hozir uchraydi. Afsuski, bu 3 ta muammoni 100% uyda yo'qotishni iloji yo'q. Sizda qaysi muammo? Kommentariyaga yozing. Keyingi videolarda sizni muammolaringizga yechim beraman. Ehtiyot bo'ling. Shu 3 ta narsa teringizni kushandasi va qarishingizga sababchi bo'ladi. Birinchisi, bu suvsizlik. Ratsionimizda suv yetishmovchiligining hisobiga terimizda namlik kamayib ketadi, ya'ni gialuron. Bu esa ajinlarning tez paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Ikkinchisi, shakar. Uni qanchalik ko'p iste'mol qilsangiz, terimizdagi kollagen shunchalik tez parchalanadi va bu teri glikatsiyasiga olib keladi. Uchinchisi, bu stress. Stressda yuradigan ko'plab ayollarimizda kortizol gormoni yuqori bo'ladi va bu terini qarishiga sabab bo'ladi. Bu sabablardan qutulishni istasangiz, sahifamga obuna bo'ling. Keyingi videolarimda sizga yechim beraman.